Har qanday dasturxoningizni ko'rki bo'ladigan, kam xarj va juda mazali. Eng nozik did sohibasini ham ko'nglidan bitta joy ola oladigan ajoyib pechenye. Bitta yurakchani qizartirib, retseptni saqlab qo'ying. Idishga sariyog' va shakarni solib, mikserda ko'pirtirib olamiz. Ketidan ikkita tuxum sarig'ini ham solib, yana bitta mikserda aylantirib olamiz. So'ngra qoshiq uchida vanilin va belgilangan un miqdorini solib, qattiqroq xamir qolib olamiz. Xamirimizdan yong'oqdan sal kattaroq zivolachalarni olib, yaxshilab qo'limiz bilan dumaloq qilib ishlab beramiz va o'sha ikkita tuxum sarig'idan ortgan ikkita tuxum oqini yaxshilab oppoq bo'lguncha ko'pirtirib olamiz. So'ngra esa o'sha xamirlarimizni botirib, maydalangan arxisga, ya'ni yeryong'oqqa botirib, duxovka listlariga terib chiqamiz. Yong'oqli sharikchalarimiz usti shunga o'xshash yokida juvani uchida bitta botirib qurchoq hosil qilib olamiz va 180 gradusda qizirilgan duxovkada 15-20 daqiqa davomida pishirib olamiz. Tayyor bo'lgan pechenyelar ustidan eritilgan shokolad, nutella yoki uyingizda bor varenyelardan foydalanishingiz mumkin.